Spoiling with mystery jewelry jars because what do you mean? Second to appreciate the freaking arm cuff that they sent me. Amerika TikTokida mashhur bo'lgan Mr. Jewelry jarni bu safar kichkina partiyasini ochib ko'ramiz. Menga ichidan aynan shunisi qiziq. Rapunzeldagi quyosh. Bu tarafga taqadiganlarimni qo'yaman, bu tarafga taqmaydiganlarimni. Taqmayman. Taqaman. 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 Qoldiramiz. Esladinglarmi Rapunzel multfilmidagi quyoshcha? Qoldiramiz. Qoldiramiz. Buni ham qoldiramiz. Hech ham bunaqa zirey taqib ko'rmagandim. Buni ham qoldiramiz. Namuncha chiroyli uzuk. Qoldiramiz. Bu ham juda chiroyli. Qoldiramiz. Buni taqilishi oldingi taqinchoqlarniki bilan bir xil ekan. Qoldiramiz. Aniq qoldiramiz. Hozircha taqishni o'ylab ko'raman. Qoldiramiz. Qoldiramiz. Buni ham aniq qoldiramiz. Qoldiramiz. Yo'q, kerak emas. Kerak emas. Yurakchalar. Qoldiramiz. Wow. Juda chiroyli. Qoldiramiz. Klassika. Lekin uncha yoqmadi. Buni qoldiramiz. Shunaqa kichkina idish ichidan shuncha narsa chiqdi. Bularni hammasini qanchaga zakaz qilganimni bilsanglar, to'g'risi shokda qolasizlar. Sizlar ham shunaqa arzimagan pulga kutilmagan taqinchoqlar olishni xohlarmidinglar?